Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda biz dahshatli challenge o'tkazamiz. Men ChatGPT, Gemini va Claude neyral tarmoqlarini o'zaro to'qnashtiraman. Haha, albatta hazil. Ularni shunchaki hech qanday Unity yoki Unreal Engine'larsiz faqat bitta HTML JavaScript fayli ichida afsonaviy Hill Climb Racing o'yinini noldan yaratish kerak. Qo'shunda gapni cho'zib o'tirmasdan boshlaymiz. Xo'p, birinchi bo'lib ChatGPT ga qilgizib ko'ramiz. Men avvaldan yaratib olgan Hill Climb Racing o'yinini promptini olib olaman hamda ushbu promptni uchala sun'iy intellekka berib tayyorlab ko'rib olamiz. Xo'p, birinchi bo'lib promptni nusxalayman va hamda eng birinchi o'rinda ChatGPT 5.6 sol, ya'ni high yuqori rejimiga qo'yib ishlatib ko'ramiz. Xo'sh, buni qilib bo'lishini kutamiz va natijasini ko'ramiz. Xo'p do'stlar, mana ChatGPT o'z ishini yakunladi. 6 minut ichida ishini bajardi. Xo'p, unday bo'lsa biz qilgan ishini ko'rishimizdan oldin mehnatimizni qadrlagan holda like va izoh yozib qoldirishingizni iltimos qilamiz. Xo'p, unday bo'lsa o'yinni ochib ko'ramiz. Xo'p, mana ko'rganimizdek o'yin ishga tushdi. Unday bo'lsa o'ynab ko'ramiz. D ni bossa gaz ekan, A harfini bossa tormoz ekan. Yurgizib ko'ramiz. Yaxshi, biroz lekin yurishda ozgina muammo bor. Qandaydir sekin yuryapti. Ham tangalar yuqorida, gaz ham yuqorida. Orqaga harakatlanib ko'ramiz, oldiga harakatlanamiz. Masofalar hisoblashi yaxshi, lekin kamchiliklari yetarli darajada. Xo'p, gapni cho'zmasdan unday bo'lsa, ikkinchi sun'iy intellekt agentiga kodni berib ko'ramiz. Xo'p, ikkinchisi biz beradiganimiz Gemini Pro. Bu ham yuqori high modelida ishlatib ko'ramiz. Unday bo'lsa, promptni yukladik va buni ham kutamiz. Qanday natija beradi ekan? Chuber Pro ham o'z ishini yakunladi. Xo'p, buni ham ishga tushirib ko'ramiz. Lekin negadir faylni yaratmadi, shunchaki kodni berib, o'zing ishlatib ol degan ma'noda qildi qandaydir. Xo'p, unda ishlatib ko'ramiz. Buni yakunlash uchun taxminan 222 sekund, 4 minutga yaqin vaqt sarfladi. Xo'p, unday bo'lsa, o'yinni ishlatib ko'ramiz. Index. Xo'p, ko'ramiz qanchalik sifatli o'yin yaratdi ekan. Xo'p, gazni bosamiz. O'yin fizikasi biroz yaxshi, lekin ag'darilib ketishi juda yuqori ekan. Juda ham qiyin ekan. Xo'p, gapni cho'zmasdan unday bo'lsa, xuddi o'sha promptni Claude Fable 5 yuqori rejimiga qo'ygan holda ishlatib ko'ramiz. Xo'p, promptni beramiz va natijani kutamiz. Do'stlar, mana Claude Fable ham o'z ishini yakunladi. Xo'p, unday bo'lsa, buni ham sinab ko'ramiz. Xo'p, mana. Xo'p, gazni bosamiz. Xo'sh. Lekin yurish harakatlanishi ancha yaxshi. Lekin qandaydir yopishib qolganga o'xshaydi yerga. Bilsangiz biroz sakrab ketardi.
Bunda esa bunday holat bo'lmayapti, lekin ancha ham sifatli. Lekin o'yin biroz zerikarli bo'lib qolgan, sababi sakraganda muvozanatni saqlab qolish kerak bo'lar edi. Xo'p. Endi yakunga keladigan bo'lsak, yakunda ChatGPT 5.6 Sol 6 minutda yakunladi. Gemini Chuber Pro esa 4 minutda yakunladi. Claude Fable esa 6 minutda yakunladi. Va sifat borasida ko'rib turganingizdek, mana bu holatda ChatGPT, bu holatda Gemini, bu holatda esa Claude Fable. Xo'p, yaqqol ustunlik albatta Fable'da bo'ldi, sababi o'yin mexanikasi, harakatlanishi ancha ham sifatli, biroq qandaydir fizikaviy tomondan, ya'ni o'yinga o'xshashlik tomondan biroz o'xshamadi, lekin bularga qaraganda ancha ham aqlli, ancha ham to'g'ri holatda bo'ldi. Xo'p. Keyin ikkinchi o'rinda albatta Gemini bo'ldi, lekin ozgina kamchiliklari bor. Harakatlanganda juda ham tez holatda aylanib ketib qolmoqda. Uchinchi o'rinda esa ChatGPT 5.6 Sol bo'ldi. Lekin albatta bular o'zini ustida ishlasa, ya'ni yana promptlar berib to'g'rilasa, albatta bundan ham zo'r natijaga erishish mumkin. Shunchaki bir martalik prompt orqali biz o'yinning natijasini ko'rib turdik. Xo'p, natijaga keladigan bo'lsak, birinchi o'rin Claude Fable, ikkinchi o'rin Gemini Chuber Pro. Albatta yerlarni tuzilishi bo'yicha ham, lekin Gemini ancha ham sifatli. Agar ushbu o'yinlarni o'ynab ko'rmoqchi bo'lsangiz, video ostida qoldiraman, bemalol kirib o'ynashingiz mumkin. Video ostida albatta Telegram kanalimni qoldiraman, Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xo'p, video yoqqan bo'lsa, like va izohlarni yondirib tashlang va hammaga rahmat, sog' bo'ling.